Biz Xorazm viloyati Urganch tumani Anjirchi mahallasida joylashgan 58-64-kontordamiz. Xalq banki bilan birga bir kun bir mahsulot tamoyili asosida xoruz mahsulotlari yetishtiryapmiz. Xoruz mahsulotlarimizni yetishtirish jarayonida sifatli meva bilan oziqlantirilmoqda. Ushbu yer maydonimiz 11 gektardan iborat bo'lib, 30 ta dehqon xo'jaligi bekitilgan. Ushbu dehqon xo'jaliklar samarali, yaxshi hosil olishni yetishtirish uchun Lidiya tadbirkor Anjirchi Zerikboy chorva fermer xo'jaligi bekitilgan. Ushbu xoruz mahsulotlarimiz 100-110 kunda pishib yetiladi. Har bir gektaridan 40 tonnadan 40 tonna xoruz olish reja qilinmoqda. Xoruz mahsulotlarimizni yig'ishtirib olgandan keyin ikkinchi ekinga yaxshi daromadli ekin ekish niyatidamiz. Ushbu nimalarni yig'ishtirib olgandan keyin har bir dehqon xo'jaligimiz 25-30 million so'm daromad bilan chiqish ko'zlayapmiz.